3 tada bitta yoki 10 tada bitta bo'lgan mashqni o'rgataymi? Bu degani bitta mashq qilasiz, bir nechta kasalliklardan to'liq tuzalishingizga yoki u kasalliklar bilan og'rimasligingizga sabab bo'ladi. Bu oddiygina mashq. Buni bajarsangiz, albatta o'z-o'zidan umurtqa pog'onasi kasalliklaridan, grija osteoxondroz protruziyadan, son chonoq bo'g'imi, tizza bo'g'imi, yurak qon tomir kasalligi, ayniqsa asab kasalliklaridan va shunga o'xshash bir necha kasalliklardan xoli holda yashaysiz. Ketdik bo'lmasa. Buning uchun bizga har qanday ushlash mumkin bo'lgan va tayanish mumkin bo'lgan narsa kerak. Bu bunga o'xshash trenajyormi, daraxtmi, eshikmi, farqi yo'q. Bunga yaqin joyda ushlab turib olamiz, qo'limizni tortib olamiz, oyoqimiz sal bo'kkan holatda. Bu yerda ozgina gradus paydo bo'lishi kerak. Kindigini to'g'risidan ushlab olamiz. Ketdik, boshladik. 1 2 1 2 1. Bunda asosiy e'tibor berishga bo'lgan narsa mana shu bo'g'im, boldir yerga nisbatan 90 gradus turishi kerak. Bu bo'g'im ya buni g'aziga 90 gradus turishi kerak. Xuddi shu holatda turgan paytda mana boldirning orqasi, sonning oldindagi mushaklar, orqa tomondagi mushaklar to'lig'icha kuchanib chiranyapti. Bu o'z-o'zidan oyoqdagi mushaklarning kuchanib chiranishi qon aylanishini birinchi navbatda yaxshilaydi. Ketdik. 1 2 1 2 1 2. Mana shunday holatda turganligimiz bizning orqamizdagi yonbosh, ya'ni noysimon mushak, katta va kichkina hamma mushaklarni birdaniga kuchanib, orqadagi mushaklarning cho'zilishiga va ko'tarilib turgan paytda ularni ishlab chiniqishiga sababchi bo'ladi. Bu mashqni eng qulay joyi har qanday kiyimda, kunning har qanday vaqtida, shaharning har qanday joyida, ishxonada, o'qishda, litseyda, maktabda, hamma joyda qilishingiz mumkin. Uning uchun hech qanday to'siq yo'q. Ya'ni kiyim tanlamaydi, chegara yo'q. Hamma joyda, hamma ishxonada eshik bor, bunga o'xshash ushaladigan, tayanadigan narsa bor. Bu bahona qilishga katta to'siq hisoblanadi. Necha yoshdan boshlab qilish mumkin? Yoshning chegarasi yo'q. Xohlasangiz 5 yoshdan, xohlasangiz 100 yoshgacha chegarada qilishingiz mumkin. Bu to'g'ri bajarilsa, faqatgina yordam har qanday odamga vazifasini bajaradi. Aynan kimdir 100 marta, kimdir 150 marta, kimdir 200 marta qiladi. O'rtacha 100 dan 150 martacha o'tirib turishligingiz o'rta yoshli insonda lozim hisoblanadi. U boyagi gap. Yoshlikda tanani chiniqtirsa, qarilikda sifatli qarilik davrini suradi. O'rta yoshli odam tanasini yaxshilab chiniqtirsa, qariganda 60-70 yoshda umurtqa pog'onasi sog'lom, yurak qon tomir tizimi yaxshi ishlaydi, qon bosimini bezovta qilmaydi, nafasi o'ziga yetib boradi, o'z-o'zidan sog'lom tanada sog'lom fikr, sog'lom uyqu, sog'lom hayot bo'ladi. Buni bajarishdagi to'siqlar, ya'ni ozgina paytda, ozgina bajargandan keyin 20 marta o'tirib turgandan keyin og'rib qolishligi, umuman belini tortib qolishligi, grijasi, protruziyasi bor odamlarda, ayniqsa umurtqa kanali stenoz bor odamlarda uni qiynab qo'yishligi mumkin. Bundan hech cho'chmaslik kerak. 20, 30, 40 marta qilgandan keyin tana qizadi, mushaklar ishchi holatga keladi, o'z-o'zidan buni bajarish osonlashadi. Bunda faqatgina mazza qilasiz. Umurtqa kanali stenoz bo'lsa, unda belda toliqqanlik, tez toliqish bo'lsa, aynan shu toliqishlarni tezroq yengishga ma'lum bir ma'noda yordam beradigan mashqlardan hisoblanadi. Demak, o'zimizni aldamaymiz. Samolyot vertolyot sotib olmaymiz. Yotib olib turib faqat tunlikka osilib tanam cho'zildi, mushaklar mazza qildi demaymiz. Bir kunda 1 soat tunlikda osilib turgandan ko'ra, bir kunda 100 marta ma'noda o'tirib turishligingiz umurtqa pog'onasi mushaklarini cho'zadi. Cho'zish bilan bir qatorda uni chiniqtiradi. Sizga sog'lom hayot kerakmi yoki faqatgina mushakni cho'zib qo'yish kerakmi? Agar umurtqa pog'onasi kasalliklaridan xoli holda bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shunday patogenetik kasallikning kelib chiqish sababiga muvofiq yechim beradigan usullardan davolaning. Bo'lib ham bu juda jaydari, umuman mehnat talab qilmaydigan, oshcha xarajat talab qilmaydigan, oshcha apparat yoki xona talab qilmaydigan, sizdan oshcha kiyim ham talab qilmaydigan mashq qiling, sog'lom bo'ling, xarajat qilmasdan, nimanidir sotib olib turib boshqa narsaga aldanmasdan mana shuni ishoratda tashlashtiring va siz inshaalloh barcha kasalliklardan xoli holda yashaysiz. Meni kuzatishda davom eting.